ana shu spiralli mini abort ekanligini man 100 martalab sizlarga tasdiqlab bera olaman. Chunki ayol kishi normalniy menstruatsiya ko'rib yuradi, spiral qo'ygandan keyin 2-3 oyda birdan sharillab ko'p qon ketib qoladi. 1-2 kun zadержка bo'ladi, ba'zan bo'lmaydi. Birdan sharillab ko'p qon ketib qoladi, ichidan ipir bir narsalar tushgandek bo'ladi. Mana shu paytda aynan mini abort bo'ladi. Chunki spiral spermatozoidlarni ushlab qola olmaydi. Spiral tuxumdonlarda bo'layotgan ovulyatsiyani podavlyatsiya qilmaydi. Follikulogenez ketaveradi, ovulyatsiya bo'laveradi, tuxum hujayra chiqadi, spermatozoid tuxum hujayraga yetib boradi, оплодотворение bo'ladi, urchiydi ya'ni va u pachadan ichiga keladi-da, boyagi spiral boyagi kelgan embrionni o'rnashishiga mana shunaqa xalaqit qiladi. Mana. Chunki bachadon постоянно qisqarib turadi, spiralni tashqariga chiqarib yuborish uchun. U har bir qisqarganda tuxumdonlar, ha, gormon kerak ekan dedi, rost vыброс gormoni bo'ladi.